Do'stlar, bu videoda sizlar bilan ishinglarni 10 barobargacha oshirishi mumkin bo'lgan instrumentlarni o'zim ishlatadigan ko'nikmalarni sizlarga o'rgatmoqchiman. Shu narsalarni ko'rsatmoqchiman. Qaysidirlarini hayotingizda ishlatadigan bo'lsangiz, trading, investitsiya yo'nalishi, boshqa yo'nalishda ham albatta foyda beradi. Konkretniy nimani qanday ishlatishimni albatta sizga ko'rsatib o'taman. Ana o'shanda mani o'ylashimcha sizni biror bir narsani o'zlashtirishingiz, bajarishingiz albatta tezlashadi. 10 barobargacha 4 baravarga oshsa ham mani o'ylashimcha bu juda super va o'zimni tajribamdan kelib chiqib ham aytaman sizlarga qanaqa holatda o'zgarayotganligini. Birinchi navbatda keladigan bo'lsak, bu ChatGPT dan foydalanishlik. ChatGPT hozirgi paytda bilasizlar hamma ishlatyapti. ChatGPT da men doimiy ravishda ishlatib boraman. Biror bir narsalarni tuzgan. Misol uchun men yaqinda o'zim tuzganim, mana sizlar uchun ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda o'zbek tilida yozaman sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun. ChatGPTda men endi bilasizlar firma bor, bir nechta misol uchun bizneslardagi faoliyatlar bilan shug'ullanaman. Har xil holatlar bo'ladi. Mana misol uchun bugun shaxsan o'zim bizni onlayn kursimizni mentori bilan shartnoma imzoladik. Mana shu shartnomani men ChatGPT orqali yozdim. Albatta u qonun kuchiga ega bo'lgan holatda bo'ldi. Misol uchun yozaman: men onlayn kursim uchun mentor nazoratchi bilan shartnoma qilmoqchiman. Menga tayyor shartnoma tuzib ber. Xo'p, bunda sen e'tiborga oladigan ma'lumotlar quyidagilar. Xo'p, endi bunda nima deymiz? Aytaylik, doimiy ravishda Telegram gruppalarni aktivligini tekshirishi kerak. 24/7 deb qo'yamiz endi. Xo'p, undan tashqari mentorlarni talabalar bilan muomala madaniyatini tekshirib, baholab turishi kerak. Undan tashqari Zoom uchrashuvlarni tekshirishi kerak. Va yana nima bor? Misol uchun aytaylik, eng kamida shartnoma 6 oy uchun tuziladi. Bo'ldi, mana shundan keyin enterda bosamiz, kutamiz. Bizga nazoratchi bilan bo'ladigan shartnomani tuzib beradi bu yerda. Nazoratchi bilan shartnoma, ishga kirish sanasi, xo'p, shartnoma predmeti. Mana bu yerda sekin shartnomani yozib beryapti. Agarda men o'zim shu narsani ko'rib turibsiz, kichkina prompt orqali yozmasdan bir Word dokumentga kirib olib, o'zim sekin yozib o'tirganimda tasavvur qiling, qanaqa uzoq muddat olishligi mumkin edi. Va bu hozir menga endi soniyalar ichida mana shu narsani chiqarib beryapti, tayyor. 1 daqiqa ham ketmaydi yozib berishligiga. Sekin yozib beraveradi. Va nima bo'ladi? Shu asnosida mana imzo ish beruvchi va nazoratchi o'rtasida tuzilgan. Bo'ldi, shuni men tayyor copyright qilaman va Word dokumentga qo'yib turib, buni chiqarib, u bilan imzolashligim mumkin va shunga o'xshagan, bundan ko'ra sal mukammalroq va ko'p detallar yozilgan shartnomani bugun qo'l qo'ydik va bu o'sha ChatGPT yordamida albatta qonun kuchiga ega bo'lgan holatda mana shu jihatlarini ko'rib o'zim tekshirib oldim. Ya'ni ChatGPTda shunaqangi dokumentlar qilishlikda yoki bo'lmasam o'sha ishingizni osonlashtirishlikda albatta yozib chiqishligingiz mumkin. Yoki misol uchun siz tradingni o'rganayotgan insonsiz. Tradingda daromad keltiruvchi top 5 ta swing trade strategiya ber va ularni
aniq yoritib tushuntirib ber. Endi umuman boshqa mavzuga o'tib ketdik. Swing tradingda endi bu tushuntiryapti. Swing tradingdagi top 5 ta strategiyani tushuntirib ber dedi. Trendlarga amal qilish, mana trend following strategiyasi bo'yicha va bu yerda o'sha strategiyani menga tushuntirib beryapti. Va indikatorlar, qaysi indikatordan foydalanishim mumkinligini tushuntiryapti. Xo'p, yuqorida yoki pastga harakat qilayotganini ko'rsangiz, narxning qisqa muddatli tuzatishlarni pullback pozitsiyasiga kirishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlash, qarshilik, support va resistance. Swing trade, trend following indikator. Qaysi mana support resistance pivot pointlar bilan, Fibonacci retracement bilan ishlatyapti. Relative strength RSI bilan ishlatyapti. Agar videoni shu joygacha kelgan bo'lsangiz, sizga super yangiligim bor. Bu video hech qanday sotuv reklamasi emas, balki sizga trading bo'yicha to'liq tizimni taklif qilmoqchiman. Shu sababdan hayotimda birinchi marotaba bo'ladigan 12-12 nomli taqdimotga sizni taklif qilaman. Ya'ni 12-dekabr kuni Telegram kanalimda trading va investitsiya sohasi bo'yicha to'liq tizimni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Buning uchun Telegramda Nur Ismoilov nomi orqali kanalni topasiz yoki pastdagi havola orqali kanalga o'tib 12-12 ni kutasiz. Xo'p, endi bu yerda to'xtatamizda, chunki menga kerak emas hammasi. Xo'p, biza bu yerda yo'q, to'xtat. Yangitdan ochamiz chatni, чтобы men chatdan qilishim uchun. Xo'p, keling bu yerda yana yozishimiz mumkin. Daromad. Xo'p, kompaniya daromadlarini e'lon qilishi bo'yicha day trading strategiya ber. Bunda qaysi aksiyalarni savdo qilishimni finviz.com veb-sayti screener bo'limidan qanday topishimni ham tushuntirib ber. Mana tayyor. Hozir bizga o'sha day trading kompaniya daromadlarini e'lon qilish earning season bo'yicha bizga hozir o'ylaymanki strategiya chiqarib beradi. Daromadlarni kuzatish. Xo'p, e'lon kunida aksiyaning narxi sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Xo'p, volatil aksiyalari. Xo'p, bizga ma'lumotlarni aytib o'tyapti. Albatta pre-market va post-marketda chiqadi. Mana shu narsalarga e'tibor berishimizni aytib o'tyapti. Riskni boshqarish kerakligi va bizga o'ylaymanki hozir anaqani chiqarib bersa kerak. Finviz veb-sayti bo'yicha. Kutamiz trendlar o'zgarishi. Finviz saytida aksiyalarni qanday topish? Screener bo'limida xo'p, saytga kirasiz. Fundamental filtr orqali daromadlarni e'lon qiladiganlar o'rtasini toping. Earning days'ni tanlaysiz. Technical filtr orqali mana ko'rsatkichni belgilang. Average xo'p, average true range ni belgilaysiz deyapti. Relative volume ni belgilaysiz deyapti. Ko'rganingizdek mana do'stlar, hammasini o'zi chiqarib beryapti. Siz shunchaki to'g'ri savol bera olasangiz, to'g'ri bunga yo'nalish bera olasangiz, sizga strategiyani ham, boshqa narsasini ham topib beradi. Mana bu yerda ba'zi narsalar chala bo'lib qolgan bo'lsa, yana ham chuqurroq savol bersangiz bo'ladi. Endi ChatGPTga chuqur kirishib ketmaymizda, keyingi instrumentga o'tamiz. Bu YouTube, bu Notion hisoblanadi. Notionda ancha yillardan beri ishlatib kelaman. Hozir bu yerda bir nechta sahifalarimni yangilab o'chirib olganim. Mana bu yerda content plan uchun, YouTube content plan uchun tuzganim. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'sha kontentlarimni tablitsa ko'rinishida yozganman, ichlariga kerakli ma'lumotlarni kirgizib chiqqanman. O'shalar bo'yicha ko'rib turib, ma'lumotlarni qilaman. Skript mana so'roq qilganim bu hali tayyor emas. Bu ham hali tayyor emas. Ya'ni videoni qo'ygani. Bularda mana skriptini yozib chiqqanman. Bu yoqlari tayyor. Mana ishingizni 10x ga tezlashtiring. Ya'ni 10 barobar tezlashtiring. Mana shu videoda o'sha aytaylik, plani ham shu yerda tuzilgan va financial model bo'yicha qilinayotgan planlarim mana shu hammasi shu yerda berilgan. Ya'ni bu sizni tizimli ravishda ishingizni olib borishligingizga yordam beradi.
Buni Exceldan ko'ra ham yaxshi taraflari bor. Chunki Excelda siz kontent qo'sha olmaysiz. Buni ichiga ssilkalarni yuklashligingizda muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda rasmlardan, grafikalardan ham unumli foydalangan holatda o'zingizni ma'lumotni bazingizni yig'ib borsangiz bo'ladi. Buni ikkinchi miya qilib olsangiz ham bo'ladi. Kimdirlar mana shu narsani qilishgan edi. Shu holatda, ya'ni ishingizni nimaga 10x ga tezlashtiradi? Hamma narsa tartibli va ketma-ketlikda turadi, rejada bo'ladi. Shunda mani o'ylashimcha, ishingiz 10 baravarga emasdir, 3-4 baravarga tezlashsa ham bu juda super degani. Albatta, pul qaysidir ma'noda eng qimmatli siz aktivingiz hisoblanadi. Keyingisi Reddit. Xohlagan biror bir mavzuni qidirayotganimda men Redditni qo'shib qo'yaman, chunki forumlarda juda ko'p Reddit mavzusi gapiriladi. Redditda gaplashiladi. Misol uchun, xo'p, aytaylik, Dubai Real Estate Investing. Shuna bosamiz. Do you guys have experience about investing in Dubai? Dubaydagi investitsiya bo'yicha mana ko'rib turganingizdek post chiqdi. Mana shu postlarga kirib bitta o'qib chiqishim mumkin. 80 ta komment bor mana bunda, 110 ta komment bor, 100 ta komment bor, 50 ta komment bor. Yoki bo'lmasa, misol uchun prop kompaniya to'g'risida bermoqchiman. Prop firms for stock trading. Hop, Reddit deb beramiz. Hop, Reddit desang ham chiqmadi dashi. Mana pastroqda chiqyapti. A good prop firm for stock trading. What's the deal with prop trading firms? Day trading. Best prop trading firm. Ya'ni siz biror bir narsani o'ylanib, qayerdan topsamikin, nima qilib o'tirsamikin deb o'ylanishi shart emas. Forumlarda sizga o'xshagan odamlar уже yuzlab, minglab, balki qaysidir mavzularda millionlab уже bu mavzular yoritib bo'lingan. Misol uchun aytaylik, healthy food, bilmayman, Ramadan deb ko'raylik. Чтобы musulmonlarga doir bo'lishligi uchun. Ramadan nutritional preparation for fasting. How do you manage eating healthy and staying hydrated? Mana musulmonlar uchun Ramazon oyida qanday qilib to'g'ri ovqatlanish mumkinligi bo'yicha ma'lumotlarni mana Redditdan polni chiqarib beryapti. Ya'ni forumda sizni bizga o'xshagan odamlarning tavsiyalari, qilib ko'rgan ishlarini yozishadi. Shuni o'qib, kerakli, ya'ni yo'nalishlar topib, kerakli mavzularda davom ettirishligingiz mumkin. Bu men o'ylayman, birorta bir narsani izlanayotgan vaqtingizni juda tejab beradi. Chunki hali siz o'ylab ko'rmagan masalani kimdir aytib qoladi forumlarda, yoki bo'lmasam siz topmoqchi bo'lib turgan masalani kimdir topib bo'lgan, просто kommentariyada yozib ketgan forumda. Mana shu narsani osongina topib olasiz. Keyingisi o'sha Googledan shunchaki kerakli ключевой so'zlar bilan qidirishlik biror bir mavzuni. Mana swing trading strategies, ya'ni swing trade bo'yicha strategiyalar dedim. Mana polni chiqarib berdi. Support resistance chiqarib berdi. Moving average, channel trading chiqarib bergan. Fibonacci bor bu yerda, breakout bor. Shularni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ham albatta sizni izlanish olib borayotganingizda yoki biror bir narsani o'qimoqchisiz, o'rganmoqchisiz, qayerdan topsam ekan, nima qilsam ekan, qana o'rganaman ekan deb o'tirish shart emas. Shunchaki Google ga yozasiz va bo'ldi. Endi misol uchun men support resistance o'rganmoqchisiz, shuni yozasiz. Support and resistant strategy for beginner. Ya'ni boshlovchilar uchun. Topasiz va nima qilasiz? Topganingizdan keyin mana tayyor YouTube'larni ham chiqarib bergan bu yerda. O'zbek tiliga tarjima qilib ko'raverasiz. Avatar aytdik, mana kiramiz. Nima qilamiz? Buni shundoq belgilab, hozir buni tarjima qiladigan joy bor. Translate selection to English. Endi meniki ingliz tiliga tarjima qilaman deyapti, chunki men ingliz tiliga qilib qo'yganman. Mana buni ochamiz. Xo'p, biz o'sha tilini o'zgartirishimiz kerak. Mana bu joyda bizga o'zbek tili kerak. O'zbek, latinga kiramiz. Bu translate qilsak, biz polni o'zbekcha qilib beradi. Mana qo'llab-quvvatlash va qarshilik nima? Moliyaviy aktivlarning narxi boshqa savdo bozorlari. Ko'rib turganingizdek do'stlar, ya'ni oson. Xohlasangiz biror bir narsani oson va ko'rib turganingizdek sizni izlanishingizni, o'rganishligingizni tezlashtirib beryapti va eng oxirgilardan biri do'stlar bu Audible de maslahat beraman. Bu Amazon kompaniyasiga tegishli bo'lgan, bu nima deydigan bo'lsangiz, bu audiobooklar, audio kitoblar hisoblanadi. Bizda audio kitoblarda men ko'rganman, Telegramlarda yoki qanaqadir joylarda o'g'irlangan versiyasini tarqatib eshitishadi. Do'stlar, maslahat bermayman, atigi $15 ga bitta kitobni bemalol eshitishligingiz mumkin. $15 atigi $15 to'laysiz. Har oyda bitta kitob beradi sizga, oyma-oy to'lab borasiz va bemalol eshitishingiz mumkin.
Ya'ni nimaga bu foyda beradi? Men o'zi kitob o'qishlikni yoqtiraman. Kitob o'qishlikka harakat qilardim. Yiliga oxirgi paytlarda 4 ta, rosa bo'lsa 5 ta kitob o'qiyotgandim. Bu juda past va juda yomon men uchun. Lekin mana shu Audible'ga o'tganimdan keyin, audiobookka уже qaysidir ma'noda o'rganishni boshlaganimdan keyin kitob o'qishim shunaqa darajada tezlashib ketdi do'stlar. Ba'zi kitoblarni 2 haftada tugatyapman. Ya'ni men kechasi kitobni ushlab o'tiraman. Kitobni ushlab o'tirgan holatda o'sha naushnik taqaman va eshitib, shu ko'zimni yugurtirib boraman. Ya'ni ham eshitaman, ham o'sha ma'lumotni ko'zim bilan qabul qilib boraman. 2 taraflama va shunda osonroq tushunaman. Agarda faqatgina audiosini eshitsam, xayolim qochishi mumkin. Biror bir narsaga qaragan, gulga qarasam, gulda xayolim bo'ladi, kitobni o'tkazib yuborishim mumkin. Sizlarda ham bo'ladi-yu, to'g'rimi? Xayolinglar boshqa joyda, lekin qulog'inglarga ma'lumot kiraveradi. Xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun kitobga qarayman, kitobda fokusim bo'ladi, qulog'imda o'sha ma'lumot kirib boraveradi va tezroq o'qilinadi audio kitobda. Shuning uchun aytganimdek, 1 oy, 2 oyda o'qilmaydigan kitoblarimni 2 haftada o'qib yuboryapman. Chunki menga audioda o'qib beryapti va prosta ko'zim bilan nima desam bo'ladi, qarab bersam bo'ldi, sodda qilib aytganda. Miyamda uni eshitib, o'qib, uni sintez qilib, analiz qilishligim shart emas. Miyamga o'zi 2 taraflama ma'lumot bo'lib kiryapti. Shuning uchun juda tez bo'lgan holatda va eng oxirgisi do'stlar, ya'ni bu kitobdan ham keyingisi, lekin 100% maslahat beraman. Kim kitob o'qishni, rivojlanishni xohlaydigan inson bo'lsa, o'zbek tilida hech bo'lmasa YouTube kanalda bor. Adashmasam Najot Nur degan akamiz bor. Mana shu insonni audio kitoblari bor. Yana boshqa bir Umar Halimmi, adashmasam mana shu insonni kitoblari bo'lishi kerak va yana bir nechta YouTube'da insonlar bor. Kitoblarni xo'p, audio formatini chiqarib qo'ygan. Mana shularni eshitinglar, tezroq o'rganasizlar. Kech payt vaqtinglarni, bilmayman, 20 minut, 30 minut vaqtinglar sarflasanglar, anchagina betda o'qib qo'yasizlar audio bilan birgalikda. Keyingi eng oxirgisi bu do'stlar, eng aytmoqchi bo'lganim bu daftar tutishlik. Ishingizni tezlashtiradigan, 2-3 barobar tezlashtiradigan bu daftar. Nimani hisobiga 2-3 barobar tezlashtirib beradi? Xo'p, birinchi navbatda yozib borasiz bunga g'oyalaringizni. Keyingi safar o'sha g'oyangizni qaytadan eslab olishligingizga vaqt ketmaydi. Kerakli sahifani ochasiz. Aytaylik, chorshanba kuni kechasi 2 da kelib qolgan fikringizni shundoq qilib yozib qo'ygan bo'lasiz, o'shani o'qiysiz. Aytgandiyu kim? Mirshakar Fayzullayev, kech payt odamcha keladi deydi-yu, o'sha odamcha kelganda uni fikrini daftaringizga yozib qo'ysangiz, keyinchalik o'sha odamcha yo'qolib qolgan paytda ma'lumotni topishligingiz oson bo'ladi, qaytadan eslab yurishligingiz shart emas. Va g'oyalaringiz, o'xshamagan narsalaringizni ham shu daftaringizga yozib borsangiz, bilib olishligingiz mumkin. Misol uchun 3 oy avval trading strategiyada, day trade strategiyada earningsga aloqador bo'lgan mana bu yerda nimani ishlatuvdim desangiz, aniq topa olmaysiz. Uning uchun bir xotirangiz yaxshi bo'lishi kerak yoki mo'jiza sodir bo'lishligi kerak. Undan ko'ra daftaringizga o'sha narsani yozsangiz, o'shanga ketkazadigan, eslashlikka, o'ylashlikka, izlanishga ketkazadigan vaqtingizni qisqartiradi. Va rejalaringiz doim yozilib turadigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, tezroq amalga oshishlik imkoniyati bo'ladi. Chunki aytganimdek, o'sha tizim, reja bor. Sizda amal qilish qoldi, amaliyot qilish qoldi. Mana shu aytib o'tgan tavsiyalarim ChatGPT, Notion, xo'p, Googledan, Redditdan foydalanishlik. Undan tashqari audiobookda konkretni eshitishinglarni maslahat beraman. Bu eng katta beradigan tavsiyalarim shu. Chunki eng pulligi shu-da, boshqa hammasi tekin edi. Shuni qiladigan bo'lsangiz, albatta ishingiz 2-3 baravardan 10 baravargacha tezlashadi. Shu narsani qiling va kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Shuni natijasini kerak bo'lsa Instagramda stories qilib meni atmetga qiling. Ko'rib albatta xursand bo'laman. Agarda video yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashing. Ularga ham manfaatli bo'ladi. Videoga like bosing va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Albatta ularni o'qib javob berishga harakat qilaman va kerak bo'lsa ular bo'yicha yana yangi video tayyorlashligim ham mumkin. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Bu videomiz tugadi.